Diqqat, shoshilinch xabar. Yakkasaroyda Spark butkul yonib ketdi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchi. Shu kabi muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Bugun 5-yanvar kuni Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Spark yonib ketdi. Bu haqida poytaxt favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 14:02 da Yakkasaroy tumani Boshliq 4-tor ko'chasida 13-uy oldida Spark avtomobili yonayotgani to'g'risida Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra, qutqaruv texnikalari aytilgan manzilga soat 14:12 da yetib borib, yong'in soat 14:16 da o'chirilgan. Aniqlanishicha, aytilgan manzilda ikki avtomobil yo'l transport hodisasi sodir etishi oqibatida Spark avtomobili yonib zararlangani aniqlangan. Yong'in oqibatida tan jarohati olganlar yo'q, deyilgan xabarda. Hurmatli kuzatuvchi, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang.